Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buyjonlarimiz, bobojonlarimiz va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Men buni shunchaki yangilik sifati emas. Amalda pulingizga ta'sir qiladigan masala sifatida tushuntiraman. Gap pensionerlarning pullari, pensiya va nafaqa mablag'lari kartadagi yoki kassadan olinadigan to'lovlar. O'z vaqtida ishlatilmagan yoki rasmiylashtirilmagan summalar haqida ketadi. Ayniqsa 30 avgustgacha e'tibor berilmasa, ayrim to'lovlar bo'yicha pulni yo'qotib qo'yish, ya'ni keyin uni qayta olish qiyinlashishi yoki umuman kuyib ketishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamning pulini saqlab qoladi. Men bugun masalani oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, nimalarga aldanmaslik kerak, hammasini birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini odatda ikki xil yo'l bilan olardi. Birinchisi bank kartasiga tushardi. Ikkinchisi pochta yoki boshqa to'lov tashkiloti orqali naqd pul shaklida yetkazib berilardi. Ayrim odamlar har oy kartasidan pul yechib olardi, ayrimlar esa keyin olaman, to'yga yig'aman. Doriga kerak bo'lib qolsa ishlataman deb pulni kartada qoldirardi. Ba'zi pensionerlar esa qishloqda yashaydi, bankomat uzoq, farzandi shaharda, o'zi borishga qiynaladi. Shuning uchun bir necha oy pensiya yig'ilib qoladigan holatlar ham uchraydi. Lekin hozir vaziyatga e'tibor boshqacha bo'lyapti. Davlat to'lovlari, pensiya va nafaqa mablag'lari bo'yicha tizimlar elektronlashmoqda. Bank kartalari, hisob varaqlar, shaxsni tasdiqlash, yashash joyi, hayotlik holatini aniqlash, ishonchnoma muddati, plastik karta faolligi, hisob raqamning ishlashi kabi masalalar qat'iy tekshirilyapti. Ayniqsa uzoq vaqt harakat bo'lmagan hisoblar, olinmagan naqd to'lovlar, muddati o'tgan kartalar, egasi vafot etgan bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin tizimda hali aniqlashtirilmagan holatlar nazoratga olinadi. Mana shu yerda odamlar ko'p xato qiladi. Pul kartamda turibdi-ku, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida bank kartasidagi har bir pul avtomatik kuyadi degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Lekin ayrim turdagi to'lovlar ayniqsa belgilangan muddatgacha olinmagan, tasdiqlanmagan yoki rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyingi bosqichda qaytarilishi, to'xtatilishi yoki uni olish uchun qo'shimcha ariza va tekshiruv talab qilinishi mumkin. 30 avgust sanasi shuning uchun muhim. Shu muddatgacha odam o'z holatini tekshirib, kerakli amallarni qilsa muammo chiqmaydi. E'tiborsiz qoldirsa, keyin bankka, pensiya jamg'armasiga, mahallaga qatnab, nega pul tushmadi, nega oldingi summa berilmadi deb sarson bo'lishi mumkin. Eng avvalo men bir narsani aniq aytaman. Har bir pensioner o'z pensiyasi qayerga tushayotganini bilishi shart. Bank kartagami, pochta orqali naqd pul shaklidami? Ishonchli shaxs orqali olinadimi yoki hisob raqamda turibdimi? Ko'pchilikda muammo aynan shundan boshlanadi. Ota-ona farzandim biladi deydi, farzand otamning kartasida bo'lsa kerak deydi, bank esa karta muddati tugagan deydi. Natijada pensiya o'z vaqtida ishlatilmaydi yoki olinmaydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 22 yoshli pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning puli plastik kartaga tushadi. Karta 2024 yil iyun oyida muddati tugagan. Ota buni sezmagan, chunki kartadan o'zi foydalanmaydi. Pulni odatda o'g'li yechib berardi. Iyulda pul tushgandek ko'rinadi, lekin karta bilan to'lov qilib bo'lmaydi. Bankomat pul bermaydi. O'g'li ish bilan band bo'lib yuradi. Avgust oxirigacha bankka borib kartani almashtirmasa, keyingi to'lovlarda muammo chiqishi mumkin. Pul hisobda turgan bo'lsa ham, uni ishlatish imkoni bo'lmaydi. Ba'zi hollarda to'lov statusi aniqlashtirishga tushadi. Odam keyin pulim kuyib ketdimi deb xavotirga tushadi. Aslida bunday vaziyatda tezda bankka borish, karta muddatini yangilash, shaxsni tasdiqlash kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda bir bu nafaqasini pochta orqali oladi. Har oy pochtachi olib keladi. Lekin bu 2 oy qizning uyida mehmon bo'lib qoladi. Uyda bo'lmagani uchun pulni ola olmaydi. Pochtachi egasi uyda yo'q deb qayd qiladi. Agar bu holat davom etsa, olinmagan to'lov qaytariladi. Keyin uni olish uchun ariza kerak bo'ladi. Bu yerda ham pul darrov yo'q bo'ldi demaymiz, lekin agar belgilangan muddat ichida murojaat qilinmasa, odam o'z pulini olishda ancha qiynaladi. Shuning uchun 30 avgustgacha pochta, mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib,
Mening olinmagan pensiyam bor yo'qligini tekshirib bering deyish kerak. 3-misol. Pensionerning puli kartaga tushadi, lekin u kartani navarasiga bergan. Navara kartadan oziq ovqat oladi, ba'zan naqd yechadi, ba'zan telefoniga o'tkazadi. Pensioner esa aniq qancha pul tushganini bilmaydi. Bu juda xavfli odat. Men mutaxassis sifatida doim aytaman. Karta pensionerning o'z nomida bo'lsa, nazorat ham pensionerda yoki ishonchli, mas'ul farzanda bo'lishi kerak. Har oy SMS, bank ilovasi yoki bank ko'chirmasi orqali tushum tekshirilishi kerak. Aks holda odam davlat pulimni bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul allaqachon ishlatib yuborilgan bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak birinchi navbatda? Kartasining muddati tugagan yoki yaqin kunlarda tugaydigan pensionerlar. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 1824 deb yozilgan bo'lsa, bu karta avgust oyigacha amal qiladi. Shunday kartani hozirroq bankda yangilash kerak. Ikkinchi guruh oxirgi oylarda pensiyasini olmaganlar, ya'ni kartadan pul yechmagan, pochta orqali olmagan, bankka bormagan, umuman hisobida nima bo'layotganini bilmaganlar. Uchinchi guruh boshqa hududga ko'chib ketgan. Lekin pensiya hujjatlarini yangi joyga o'tkazmaganlar. To'rtinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Beshinchi guruh nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik. Yoshga doir nafaqa, ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Chunki bu to'lovlarda ham hujjat, muddat qayta ko'rik, tasdiqlash kabi shartlar bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olib tursangiz, karta ishlayotgan bo'lsa, bankdan pul yechishda muammo bo'lmasa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma bilan muammo bo'lmasa, unda ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ko'p muammo birdan chiqadi. Karta muddati tugaydi, pasport yangilanadi, telefon raqam almashadi, bank ilovasi ishlamay qoladi, pochta ro'yxatida xatolik bo'ladi. Shuning uchun men hamma yugursin, pulingiz hozir kuyadi demayman. Men har bir pensioner o'tib avgustgacha o'z holatini tekshirsin deyapman. Bu masalada eng katta xato mish-mishlarga ishonish. Kimdir kartadagi pul o'tib avgustdan keyin hammasi kuyarkan deydi. Kimdir agar pensiyani yechmasang davlat qaytarib olarkan deydi. Kimdir bank avtomatik olib qo'yarkan deydi. Bularning hammasi har doim ham to'g'ri emas. Bank kartasidagi shaxsiy hisobda turgan pul odatda egasining mablag'i hisoblanadi. Lekin to'lovning turi, kelib tushish tartibi, hisobning holati, hujjatlarning to'g'riligi, oluvchi tirikligi va huquqi tasdiqlangan bo'lishi muhim. Agar tizimda aniqlashtirish kerak degan holat chiqsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Yana bir nozik jihat, pensioner vafot etganidan keyin uning kartasiga tushgan pul. Bu juda muhim masala. Ba'zi oilalarda shunday bo'ladi. Odam vafot etadi, lekin kartasi farzandida qoladi. Ular baribir tushdi-ku deb pulni ishlatib yuboradi. Bu qonuniy muammo keltirishi mumkin. Chunki vafotdan keyingi ortiqcha to'lovlar qaytarilishi talab qilinadi. Meros tartibi, daf puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida rasmiylashtiriladi. Shuning uchun bunday holatda bankomatdan pul yechib olishdan oldin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Otam yoki onam vafot etdi. Qanday to'lovlar qonuniy beriladi deb so'rash kerak. Aks holda keyin oila qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Yana bir holat, pensioner chet elga chiqib ketgan yoki uzoq muddat boshqa davlatda yashayapti. Bunday paytda pensiya to'lovining davom etishi bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Hayotlikni tasdiqlash, manzil, bank rekviziti, hujjatning amal qilishi kabi masalalar tekshiriladi. Agar odam yillar davomida kelmasa, tizim uni aniqlashtirishga qo'yishi tabiiy. Farzandlari kartadan foydalanib yurishi esa xavfli. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga berilgan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov to'xtashi mumkin. Odam keyin nega avgustda pul tushmadi deydi. Sabab pensiya emas, hujjat muddati bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik guruhi muddatsizmi yoki muddatlimi buni tekshirish kerak. Ishonchnoma masalasida ham ko'p xatolar bor. Pensioner kasal, yura olmaydi, pulni qizi yoki o'g'li oladi. Agar ishonchnoma notarial rasmiylashtirilgan bo'lsa, uning amal qilish muddati bor. Muddati tugasa, bank yoki pochta pul bermaydi. Ba'zan men o'g'limam-ku nega bermaydi deb ranjiydi. Lekin bank xodimi yoki pochtachi hujjatsiz pul berishga haqli emas. Bu pensionerning o'zini himoya qilish uchun qo'ydi. Chunki bugun o'g'il olishi mumkin, ertaga boshqa odam kelishi mumkin. Hujjat bo'lmasa nizolar boshlanadi.
yana bir ko'rinmaydigan xavf telefon raqami. Ko'p bank kartalari SMS xabarnoma yoki mobil ilovaga bog'langan. Agar pensionerning eski telefon raqami ishlamay qolgan bo'lsa, kartadan pul yechilganda xabar kelmaydi. Ba'zan karta firibgarlar qo'lga tushadi, kodlar aytiladi, pul yechib olinadi. Men doim ogohlantiraman. Hech kimga telefon orqali kelgan kodni aytmang. Men bankdanman, pensiyangiz kuyib ketmasligi uchun kodni ayting. 30 avgustgacha ro'yxatdan o'tkazamiz desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham sizdan SMS kodini so'ramaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangiz qayerga tushayotganini aniqlang. Agar kartaga tushsa, kartani qo'lingizga oling va muddatini tekshiring. Karta old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki avgustda tugayotgan bo'lsa, bank filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi bo'lsa, uni ham telefon raqamingizni olib boring. Bankdan yangi karta ochib berishni, eski karta bo'yicha hisobni tekshirishni, unda pul qolgan-qolmaganini ko'rsatishni so'rang. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini tekshiring. Bankdan hisob ko'chirmasi so'rashingiz mumkin. Masalan, iyul, avgust oylarida har oy 1 million 500 ming so'mdan tushish kerak bo'lsa, jami 4 million 500 ming so'm tushganmi, yo'qmi? Ko'ring. Agar pul tushgan, lekin yechilgan bo'lsa, kim yechganini, qachon yechilganini ko'chirmadan bilish mumkin. Agar pul tushmagan bo'lsa, bank emas, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Uchinchi qadam, agar pensiyani pochta orqali olsangiz, hududingizdagi pochta bo'limiga boring yoki farzandingiz orqali aniqlashtiring. Mening falon oylar uchun olinmagan pensiyam bormi deb so'rang. Agar siz uyda bo'lmagan bo'lsangiz, safarda bo'lgan bo'lsangiz yoki kasalxonada yotgan bo'lsangiz, buni tushuntiring. Kerak bo'lsa ariza yozasiz. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, yashash manzili, qaysi oy pensiyasi olinmagani, nima sababdan olinmagani yoziladi. Arizani 2 nusxada berish yaxshi, bir nusxasi idorada qoladi. Ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib olasiz. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan tortinmang. Ko'pchilik u yerda navbat ko'p, tushuntirib bermaydi, bormasam ham bo'ladi deydi. Lekin sizning pulingiz haqida gap ketayotgan bo'lsa, bir marta borib aniqlashtirish 1000 marta xavotir olishdan yaxshi. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartangiz, telefon raqamingiz. Agar ishonchli shaxs bo'lsa, notarial ishonchnoma olib boriladi. Agar pensioner yura olmasa, farzandi borib maslahat oladi. Kerak bo'lsa uyga chiqish tartibi bor yo'qligini so'raydi. 5-qadam, ishonchnoma muddatini tekshiring. Agar siz ota-onangizning pensiyasini olib berayotgan bo'lsangiz, men farzandiman degan gap yetmaydi. Ishonchnoma qachongacha amal qiladi? Notariusda rasmiylashtirilganmi? Unda aynan pensiya va bank operatsiyalarini bajarish huquqi yozilganmi? Ba'zi ishonchnomalarda faqat hujjat topshirish huquqi bo'ladi, pul olish huquqi bo'lmaydi. Shuning uchun matnni diqqat bilan o'qing. 6-qadam. Telefon va karta xavfsizligini ta'minlang. Kartaning PIN kodini qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. Kodni qo'shniga, tasodifiy odamga, hatto bankomat yonida yordam beraman degan notanish kishiga aytmang. Agar pensioner bankomatdan foydalanishni bilmasa, ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi bilan bo'lsin, lekin har oy qancha pul tushgan pensionerning o'ziga ham aytilsin. Bu yo'lda shaffolikni saqlaydi. 7-qadam. Agar pul tushmay qolgan bo'lsa, sababni yozma aniqlang. Og'zaki bilmaymiz, keyin keling. Tizim ishlamayapti degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi bo'limga murojaat qildingiz? Qaysi sana kim qabul qildi? Ariza raqami bormi? Bularni yozib qo'ying. Agar muammo bankda bo'lsa, bankdan yozma izoh so'rang. Agar muammo pensiya tayinlash yoki to'lov statusida bo'lsa, pensiya jamg'armasidan izoh so'rang. Bu keyinchalik o'z haqqingizni talab qilishda yordam beradi. 8-qadam, 3 avgustgacha kutib o'tirmang. Hali vaqt bor, ertaga boraman, dushanba boraman deb yursangiz, oxirgi kunlarda navbat ko'payadi, tizimda yuklama ortadi. Bankda odam ko'payadi. Ayniqsa tuman markaziga borish qiyin bo'lgan qishloqlarda yashasangiz, oldindan harakat qiling. Farzandlar ham ota-onasiga yordam bersin, kartani tekshirsin, bankka olib borsin, hujjatlarni tartibga solsin. Bu faqat pensionerning emas, butun oilaning mas'uliyati. Bir savol, agar kartamda pul turgan bo'lsa, 3 avgustdan keyin avtomatik yo'q bo'ladimi? Men bunday umumiy xulosa chiqarishni to'g'ri deb bilmayman. Kartadagi shaxsiy mablag' odatda o'z-o'zidan yo'qolmaydi.
Lekin karta muddati, hisob holati, to'lov turi va hujjatlar muammoli bo'lsa, puldan foydalanish qiyinlashishi yoki to'lovlar to'xtashi mumkin. Shuning uchun tekshirish kerak. Ikkinchi savol, men pensiyani 3 oy yechmadim. Endi nima bo'ladi? Agar pul kartaga tushgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling va hisobda borligini tekshiring. Agar pochta orqali olinmagan bo'lsa, pochta va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Muhimi muddatni cho'zmaslik. Uchinchi savol, onam yura olmaydi, bank olib bora olmaymiz. Nima qilamiz? Bunday holatda avvalo bank va pensiya jamg'armasidan tartibni so'raysiz. Notarial ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda notarius uyga chaqiriladi. Shuningdek, to'lov usulini kartaga o'tkazish, ishonchli shaxs orqali olish kabi variantlar ko'rib chiqiladi. 4-savol. Agar pul noto'g'ri yechilgan bo'lsa-chi, darhol bankka murojaat qiling, kartani bloklang, operatsiyalar ro'yxatini oling. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza beriladi. SMS kodini aytib yuborgan bo'lsangiz ham baribir murojaat qiling. Kechiktirsangiz pulni qaytarish yanada qiyin bo'ladi. 5-savol. Pensiya kam tushgan bo'lsa nima qilaman? Avval bank ko'chirmasini ko'ring. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Ba'zan qarzdorlik ushlanmasi, qayta hisoblash, hujjatdagi o'zgarish, nafaqa turi o'zgarishi sabab bo'lishi mumkin. Lekin buni taxmin bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan aniqlash kerak. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gapning eng muhim joyi shuki, pensiya va nafaqa puliga beparvo bo'lmang. O'tdim avgustgacha kartangizni, hisobingizni, pochta orqali olinmagan to'lovlarni, ishonchnoma muddatini, hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Kimdir vahma tarqatsa, darrov ishonmang, lekin menga tegishli emas deb ham o'tirmang. O'z vaqtida qilingan bitta tekshiruv sizni keyingi katta sarsonlikdan, pulingizni yo'qotish xavfidan va keraksiz navbatlardan saqlaydi. Men sizga ekspert sifatida tavsiya qilaman. Bugunoq kartangizga qarang, oxirgi tushumlarni tekshiring. Kerak bo'lsa bankka yoki pensiya jamg'armasiga boring. Farzand esa ota-onasiga yordam bersin. Chunki ko'p pensionerlar bank, karta, SMS ilova masalalarni yaxshi tushunmasligi mumkin. Bu uyat emas, bu zamon talabi. Agar sizda ham pensiya tushmay qolgan, karta muddati tugagan, pochta orqali pul olinmagan yoki ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki vaqtida ogohlantirilgan odam o'z pulini asrab qoladi.